$180 ming men sizga $300 ming uyni vaybini berib turadigan xonadonni ko'rsataman. Uyimizni общий 4 sotixga qurilgan ekan. Narxiga arziydimi? Fikringizni kommentga yozib qo'yinglar. Agar arzisa videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Birinchi qavatimizga qarang. Kirib kelishingiz bilan shunaqa katta chiroyli remontlar qilingan hol qismi. Xo'p, birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, oshxona. Oshxonamizda mebel texnikalari hammasi o'rnatib qo'yilgan, remontlar chiroyli holatda. Yonida bo'lsa, yurak qismi uyimizning mehmonxonasi joylashgan. Bu tomonimizga keladigan bo'lsak, yana ikkita yonma-yon xonalari, bitta xonamizning ichida o'zini garderob hamda yuvinish xonalari qilingan va bundan tashqari alohida yana yuvinish xonalari qilib ketilgan. Ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa bitta katta hol, balkoni, bu tomonda ikkita yonma-yon xonasi, bitta yotoqxonamizning ichida yuvinish xona garderoblari qilingan. Bundan tashqari yana ikkita yuvinish xonalari alohida qilib ketilgan. Mana shu devorimizni bu tomonga siz yana bemalol 3 ta 4 ta xona qurib olsangiz bo'ladi. Regellari tashalib, santexnika ishlari, elektrik ishlari hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Bu yoqda uyimizning o'zini podvali ham bor. Xonadonimiz Toshkent tumani Kelesda joylashgan. Kanalizatsiya desalarmi, suv, svet, gaz hujjatlaridan umuman muammo yo'q. To'liqroq ma'lumotni egalariga telefon qilib yana bemalol olsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda.